Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'rganlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining Miyonxon ta'sis qilgan Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men program riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'rganlarimizning suhbatni ko'rish jarayonida qonunimizga a'zo bo'lishini va ham berilishini unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz navbatda Chexiyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining hurmatli raisi To'lqin Aysa apandi ve Dünya Uyghur Kurultayı'nınki muavin reisi, stratejiya mutaxassisi Doktor Erkin Ekrem Efendiler bilen buldu. Söhbetimize hoş geldinler, hürmetli To'lqin Aysa Efendi, Erkin Ekrem Efendi. Hoş bulduk, rahmet. Kıymetli vaktinlarını çıkarıp söhbetimizi kelganinglarga rahmet. Bugünkü söhbetimizin temisi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet'nin tünögün keşti e'lon qilgan doklati to'g'riliq bo'ldi. Ko'pchilikka bu doklad to'g'riliq texnik tafsiliy tushuncha berish uchun hurmatli mehmonlarimizni bugungi suhbatimizga taklif qildik. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet o'zining BDT'dagi vazifasi rasmiy oxirlashadigan 31-avgust kuni Jeneva vaqti kech soat 23dan 48 minut o'tgandan 10 minut qolgan vaqtda Sharqi Turkistonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi dokladini rasmiy e'lon qildi. Va dokladda Xitoyni Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotdi deb aybladi. BDTning mazkur dokladning e'lon qilinishi xalqaro zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Mazkur doklad butun g'arb matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Hamda BDT bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoydagi bir davlatningki BDT tarafidan Sharqi Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish bilan ayblanishi xalqaro diplomatiya jihatda Xitoyga og'ir bir zarba bo'ldi albatta. Hamda suhbatimizningki temasiga rasmiy qaytib kelsak, hurmatli To'lqin Aysa apandi, siz 31-avgust qadar Jenevada xizmat ziyoratida bo'lgan edingiz. Michelle Bachelet'ninki vazifasi oxirlashtirganga 12 minut qolganda tuyuqsiz bu dokladni e'lon qilishiga siz qanday qaraysiz? Buningda Amerika boshchiligidagi jumladan Dünya Uyghur Qurultayı ve başka kişilik hukuk teşkilatlarındaki besimi hem qilgan xizmatlarının roli bormi? Rahmet. Rahmet bu programga chaqirganligingiz uchun. Albatta degandagidek bugun Sharqiy Turkiston davosi uchun Uyg'ur xalqi uchun yana bir qatimliq tarixiy bir kun deb qarasak bo'ladi. Hamda bu doklad uzun aylar bo'lib ketdi. Buni e'lon qiladi mana deb bir yilga yaqin vaqtdan keyin eng oxirida bu doklad e'lon qilindi. Buni dokladni e'lon qilmaslik uchun Xitoyning nurg'un diplomatik, iqtisodiy har xil besimlarining bo'lganligiga shohid bo'ldik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shundoq. Ama şunun qaramay tünögün vazifesi to'shishga 10 minut qolgan chog'da siz degandek buni e'lon qildi. Buning da nurg'un omillar mavjud. Biz siz degandek Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki başlarının eng oxirgi vazifani oxirlashish munosabati bilan o'tkazgan yig'indimi biz batdik. Bu yerda biraz ümitsizlik avvallarım yuz bergan bizda. Çünkü şu kundagi xo'shish nutqida bu doklad haqida bir eg'izma gap qilmagan va bir hafta ilgariki matbuot yig'inida to'g'riliq gap qilmagan. Demak bizning nimamizmi? Demak buni e'lon qilmay ketdi ekan degan bir nima bo'ldi. Undan keyin ertasi 14 davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi diplomatlar bilan bir uchrashuvimiz bo'lgan. Bu yerda bu masala keng ko'chada so'zlashilgan. Ularning fikrini olgandik. Ularningki bildirishimi e'lon qilmaslik ehtimolining yo'qligi haqida bunday tashkilot bo'lgandi. Demak, ammo bu yerda Xitoy bir tarafdan buni e'lon qilmaslik uchun beshim qilganligi aniq, ammo yana bir tarafdan bu dokladni e'lon qildirish uchun mayli Amerika bo'lsin, Yevropa ittifoqidagi davlatlar bo'lsin ve başka xalqaro teşkilatlar bo'lsin, bularning ciddi besimiga duch keldi. Endi bu yerda biz keyin olgan ma'lumotlarga vaqti yolg'iz davlatlarning, xalqaro tashkilotlarning, Uyg'ur tashkilotlarining, xalqaro matbuotlarning besimi bo'lib qolmay, balkim mushu dokladni tayyorlashga necha yildan buyon kuch sarf qilgan, energiya sarf qilgan nurg'un mutaxassislar bor. Buni boshlar yuz yezib chiqmaydi. Bu dokladni
nurg'un mutaxassislar, nurg'unlagan alayda raportorlar bor. Birleşken Devlet Teşkilatı'nın alayda mutaxassisleri bor, tarafsiz nima qilgan. 2020 yılı 6. ayda 50'den artıq Birleşken Devlet Teşkilatı'nın alayda mutaxassisi bir birleşme bayanat e'lon qilish orqali bu meselelerni o'tirib qo'ygan. 2022 yılı 6. aydımı 3 ayının aldıda o'xshashli yana 40 necha alayda raportor ve alayda mutaxassislar mushu tekshirishga ruxsat qilish kerakligi, bu Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga nisbatan jiddiy bir qirg'inchilikning bo'layotganlik masalasini o'tirib qo'ygan. Demak, mushu dokladlarning hammasi shu alayda raportorlarning, mutaxassislarning yıllardan buyon to'plagan shular tarafidan yozib chiqilgan bir doklad. Anından keyin bu Ali Komisarlıkның başçılar onun da an ahir karar imza koyucu insan bolsunmu, ama bunun da birlikte işleydiğen nurgun özünün məsləhətçiləri var, mutaxassislər var. O yerdə 100 hatta neçə min adam işləyir o hamda. Başlar 102 de çiliğe, ama bunda bir insaniyetin devam qılayotgan da qırğınçılıqqa sükut bilan qarab ketib, bu bo'layotgan jinoyatni ko'z ko'rib turib kesse, belki Çile'ye berip biz rahat yaşaşı mümkün, ama o'zi bilan birga xizmat qilgan yüzlerce insan. Çünkü bu o'rinning vazifasi dünyada insan haqlarini qanday qilib yaxshilaymiz, qanday qilib mavjud bo'lgan adolatsizlik bilan tugatalaymiz. Deydigan birden bir nimasi funksiyasi bu. Bu yerda davlatlar qo'shamat qilish, davlatlarning ko'nglini elish funksiyasi yo'q bu yerda. Demek, eğer başlar bunu ilan qilmay kesse, o'zining ishxonasidagi ve Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarlığı deydigan bir çoğun idare, çoğun bir organ bu. Bu organdakilerinin hemmisinin gururuna takışıdığan, ulanın ahlakına takışıdığan ve bu orunun imajıga, yani obrazıga eğir zerb verdiğin, bu orunun xadimleri bir yerge berip gap kısa, haliki organın adımı o sen deydigan bir nimelerge duş keliş mümkün. Şunun için biz en ahir günlerde, keyingi günlerde Cenevede yapılan faaliyetlerimiz jarayonida şunu nıskan, başlarının işxanasıdır mı? Nayt qattiq işki, talaşlar, atışlar, sürküşlükler, narazılıklar bulup, fikir ayrılıkları boğan, yüzden etrafındaki adamlardan mı qattiq eğirip besin bulup, bizni bundaq töhmet astıda koyup kessen bo'lmaydi o. Degenge o'xshaydigan besimlarning bo'lganligi müşahit bulduk. Demek, mujdan o'xshaydigan tarafdan kelgan besimlar sebebinden en ahirde bunu ilan qilish zurriyati tug'ildi. Belki başlarının yüzünün ko'ngliga kirib chiqsak, hozirgacha ko'rsatgan ta'sirat buni ilan qilmay ketishi mumkin edi. Demak, shunday besimlar bilan buningdan demak eng oxirida yanıla ba'zi kuchlar qanchalik Xitoyga o'xshaydigan o'zining besimini shakllantirman, ta'sirini kuchlantirman desimi, vaqt kelib qolsa yanıla xalqaro huquqning, adolatning yanıla g'alaba qilganligiga shohid bo'ldik desak bo'ldi deb o'ylayman. Tafsiliy tushuntirishingizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi hurmatli doktor Erkin Akram apandi kelsak, BDT bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Xitoydagi bir davlatning BDT tarafidan Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayblanishini strategiya nuqtasidan qanday tushunish mumkin? Mesela ki bunun keyin BDT a'zo bo'lsin yoki bo'lmasin, boshqa davlatlarning Xitoyga bo'lgan ta'siriga qanday bir ta'siriga qanday bir rol o'ynaydi? Bu to'g'ri sizlar degan bo'lsangiz kechiring. Xo'sh. Aslında bu 8. ay boyunca Xitoy şu Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi bu konseyninki vaqtincha reisdi. Demek ki aşındak turup ahırkı günde, yani 31. isladıma bunda bir kararını tosuyamadı. Bu dokladınınki ilan kılışıga 2 saat kalgan çağda AFP'ninki bir haber geldi. Yani bu Yüksek Komiserlikninki xadimninki biri bunu ilan kılıdı dep bir haber geldi. Yani 1 saat kalgan çağda AP'ninki bir haber geldi deydi. Muşu ilan kılışka az kalgan çağdıma Xitay muşnunga kol silvadıdı deydi. Bugünkü Xitay'ninki Tashqi ishlar ministrligining so'zchisi qargan chaqda
Xitoy 60 devletni yig'ib, mushu dokladning chiqishining oldini olish uchun tirishibdi ekan. Hozirgi men deganlar qarasak, hamda Xitoy buni to'siya oladi degan bir nuqtaga kelgandek ko'ringan. Ama bu Bahçeli bununki Bahçeli'nin bu burunqi degan so'zi, ya'ni 31-yilgacha e'lon qilaman degan so'zni tutgan bo'ldi endi. Va Xitoy shuni tanqid qilyapti. Mushu inson haqlari yuksak komissarligining qolgan a'zo davlatlardan ruxsat olmay turib o'z oldiga e'lon qildi degan gapga qaraganda, bu Bahçeli o'zi inisiativni qo'liga olgan gap. Ya'ni men e'lon qilaman, kim nim desin, kim nim bilsin, ba'zi buni e'lon qilaman degan bir qarorga kelgan bir ahvol ko'rinyapti. Demakki, Xitoy mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida eng yuqorqi organda yoki tövandagi organlarga nurg'un davlatlarni yig'ib mushundaq müdahale qismi buni hal qilolmaganligini ko'rsatyapti. Abay Dolqun raisining degandek, bu yerda qonun, inson haqlari, demokrasiya qutib olgan bo'ldi. Bahçeli'nin qandaq o'ylagan, onunki ko'nglidagiga kirib chiqamaymiz endi. Ama netijaga qaraydigan bo'lsak, bu e'lon qilindi. Shuningga bu Bahçeli'ga rahmat aytish lozim. Bu tashlab qo'yibmi ketalatdi. Ama o vazifani icra qildi. Gerçi bizningki tushungandek yoki arzu qilgandek, buningda irqiy qirg'inchilik degan moddani qo'yamabdi, ya'ni boshqa bir bu majburiy emgak degan gaplarni qilamabdi degandek talash tortishlar bor. Xitoymi shuni deyapti-da, ana shu qo'rqib mushu gaplarni yozamidi deydi bugungi Xitoy tashqi ishlar ministrining so'zchisining gapi, ya'ni qo'rqyapti deydi. Balki burun shundaq so'zlar bo'lishi mumkin, bilmaymiz endi. Bugunlarda hamda buni insoniyatga qarshi jinoyat degan bir hukmni ayada ishlatgandan keyin buningki bir cho'ng ko'rinishda cho'ng ahamiyat bo'lmagan bilan, ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir organining bo'libmi eng muhim organlarning biri bo'lgan bu inson haqlari yuksak komissarligining chiqargan bu bu rapor, ya'ni baholash raporu, bununki bir resmiyet meselesi var. Yani burun misalga bazı insan hakları teşkilatı bolsun, bazı akıl ambarları bolsun, bular çıkargan dokladlama var. Ve bazı devletlerimi bunu kabul kılgan ahvallama var. Fakat Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan çıkışı bu Şark Türkistan'da yaşanayotgan zulümün mevcut bo'lganligini bir isbot qilib bergan bo'ldi. Bundan keyin qanday davlatlarga berib, qanday xalqaro organlarga berib, bu Sharq Turkistondagi zulmni anlatgan vaqtida bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu chiqargan bu doklati muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bir tarixiy bir taraqqiyot bu Sharq Turkistonliklar uchun. Ertugünteki bunundan köp dokladlar çıkış mümkün ama bu kadem muhimdi. Yani strateji cette bir muhimlik var. Hoş. Köp rahmet tafsili tushuntirishingizga. Endi hurmatli To'lqin Aysa apandi, BDT'nin 48 betlik bu dokladni oxiri e'lon qilishi, Dünya Uyghur Qurultayı bo'lish sifatinglar bilan buningdan keyin qanday qadamlarni elishni o'ylashyapsizlar? Yana bir necha yildan buyon qonuniy jihatda Dünya Uyghur Qurultayı nihoyatda ko'p kuchida, hamda bu doklad buningga tegim cho'ng yordam bo'lamdi. Buningdan keyingi xizmat ya strategiyada bir o'zgarishlar bo'lamdi. Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz rahmat. Endi bu doklad e'lon qilgandan keyin bizning qo'limiz texim uzun bo'ladi, tilimiz texim uzun bo'ladi. Biz Uyg'ur sotining qarorlari chiqqandan keyin davlatlarga nisbatan bir ziyorat boshlab, nurg'unlagan davlatlarning parlamentlarini bu Uyg'ur erk qirg'inchilik
kararlarını çıkarışqa hükümet tirishib kelgan. Nurg'un davlatlarni ziyorat qildik. Hamda biz bu faaliyetlerimizni texmi utuqluq bir şekilde ep baralaymiz. Qiladigan işimiz texi hamda oldimizda. Demek bir qo'limizda bir referans bor, bir qo'limizda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bergen hujjati bor. Hamda buni ijro qilish o'zligidan bo'lmaydi. Bir qonunning bo'lishi ayrim, bir dokladning bo'lishi ayrim, hujjatning bo'lishi ayrim. Uni ijro qilish uchun da'vochi da'vo qilish kerak. Shunga o'xshaydigan bir ish bu. Hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 51. qatimliq kishilik huquq kengashining yig'ini 9 ayning 12 kunisi boshlanadi. Bir oyga yaqin davom qiladi. Bu yangi başlarını onur kelgan yangi kishilik huquq oliy komissarligi bilan boshlandi. Biz bu 51. navbatlik kishilik huquq oliy kengashining yig'inida Uyg'ur masalasi haqida maxsus bir yig'in bo'lishini qo'lga keltirishimiz kerak. Chunki buni yillardan buyon tirishib kelyapmiz. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Uygur qirg'inchiligi va yoki Uyg'ur masalasi haqida alayda maxsus yig'in bo'lmaydi. Masalan, Suriyada urush bo'ldi, Ukraina urushlari haqida bo'lsin va yoki shunga o'xshaydigan xalqaro cho'ng krizlar haqida darhol yig'ilib mayli bilni bexatarlik kengashi bo'lsin va inson haqlari kengashi bo'lsin yig'in o'tkazildi. Ammo hozirgacha bu to'g'riliq bir yig'in bo'lmadi. Bizning kuchuduk. Hem de bunu ötkeziş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashi Uyg'urlar meselesi hakkında ciddi alayda bir müzakere elip beriş gerek. Bu zaruriyet buldu. Bunun için tirişimiz gerek. Andan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın maxsus temalar boyunca ciddi avallar boyunca belgeleydiğen alayda raportarları var. Bunu Uygurca raporlarını alayda xabarchisi deb atsak bulamdı. Bu xabarchi degan biraz addiy bo'lib qoladi. Ularning alayda roli bor. Maxsus temalar bo'yicha ashunday alayda xodimlarni tayinlaydi. Bu shu tema bo'yicha tekshirishlarni olib bordi. Andan keyin bosh kotibga, andan keyin kengashga ma'lumot sunadi. Bularning alayda chiqargan dokladlari andan keyin bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki qarar elish mexanizmida rol o'ynaydigan gap. Şununla bu haqda alayda bir raporlarının tayinlanishi gerek. Bunun için tirishimiz gerek. Andan keyin Dünya Emgek Teşkilatı var. Çünkü bu Xitoyning ki bugungi dunyoga besim qilayotgan, dunyoga hukm qilayotgan iqtisodiy kuchi. Xitoy bu yerda Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali, manfaat olish orqali qo'tidi. Yerda bir irqiy qirg'inchilik, Birleşken Devletler irqiy qirg'inchilik degan bo'lsa insoniyat qarshi jinoyat. Bu nayt eg'ir bir modda. İnsaniyat qarshi jinoyat ishlayotgan bir hukumat bilan normal ticari munosabat o'tkazish, ular bilan ticari munosabatlarni qilishning o'zi xalqaro qonunlarga xilof. Endi shuning uchun buni xalqaro emgak tashkiloti o'tgan chiqargan bir doklad var. Bugün biz doklad chiqqandan keyin bizning xodimlarimiz, bizning programı müdürümüz Zümrət Tay Hanım, İva ve fondumuzun reisi Abdücelil Ahmet Cenevede kalgan bugün xalqaro emgak teşkilatından köreşti. Bu hareketlerimizle başladık hem de. Bularını ciddi hareket götürüp xalqaro şirketlerini Xitoydan çekilip çıkışqa ticaret münasebetini uzun kısıtışımız gerek. Bu Xitoyning bevosita iqtisodiy Uyghur bir tarafdan qirg'inchilik qilib, yana bir tarafdan iqtisodiy manfaat ilişki bo'lmaydiganligini bildirishimiz gerek hem de. Çünkü bu hareketlerini qilish uchinchi birisi yana bir mesele nurg'un Uyg'ur muhojirlar chet ellardagi qiyin qisloq turayotganlar, qiyin ahvolda turayotganlar qo'g'dilinishi kerak. Bunun için Birleşken Devletler Teşkilatı Mülteciler Ali Komiserliği hareket götürüş gerek. Her qaysi devletler Uyghur muhacirlerini Xitoyga qaytarib berdigan yani jinoyatchilarni almashtirish aqnamlari var. Bu jinoyatchilar Uyg'urning hammasini jinoyatchi deydi. Xitoy ashnaqning bilan qildi. Bu Uyg'ur o'zining hayotini qo'g'dab qilishayotgan Uyg'urlarning hayotini tahdid qilyapti. Shuning uchun bu to'xtamlar amaldan qilish kerak davlatlar bilan Xitoy o'tirishidiki, çünkü Xitoy bu to'xtamlarni suiiste'mol qilyapti. Undan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı Muhacirlar Komutanlığı ve devletler, bunun imzo qo'ygan devletler 1951 mülteci to'xtamnomasiga qo'l qo'ygan devletler bu
Uyg'urlarni qo'g'dash mexanizmini qurib chiqish kerak. Demak, oldimizda qiladigan nurg'un amaliy qadamlar bor. Buning uchun tirishishimizga to'g'ri keladi. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi yana savolimizni hurmatli doktor Erkin Akram apandiga bersak, endi hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Yevropa parlamenti va boshqa 9 davlat e'tirof qildi. Sizningcha bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texnik ko'p davlatlar e'tirof qiladi. Yerlik tashkilotlar bu dokladdan qanday foydalanishimiz kerak? Mush to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Xo'sh. Bence bundan kim köpeydi deb o'ylayman. Misalga maqatimki Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komiserliğinin çıkargan bu dokladdan keyin nurg'un devletler hem de Birleşken Devletler'den çıkan bir karar bo'lgan ekan biz maslash berayli dedi. Misalga bugunla İngiliz hükümeti, Tashqi ishlar ministrligi va shundaqla Avstraliya hükümeti hozirdan boshlabla bu dokladni qo'llagan bo'lib ve şundaqla Xitayga bunundan keyingi siyasetini mushu dokladninki yo'l yo'riqlari bilan birlikda harakat qildiganligini bayon qildi. Shuningga bu kelgusida mayli bu Amerikada chiqqan inson haqlari Uyg'ur inson haqlari qonuni bo'lsin va shundaqla majburiy emgak bilan va bu qulluq sistemi bog'langan mas'uliyatlarni to'sash ve şundaqla ırkı kırgıncılık degandek muşu kanunla, kelishimla yoki bayonnomalar birlikte bunundan keyingi davani yani Sharq Turkistonda yaşanayotgan bu zulmga qarshi ilib borgan bu davani texmi kuchlantirdi, yo'llar texmi ichildi. Tabii bu yalg'izla boshqa davlatlarga, xalqaro organlarga qarab qolmay, Sharq Turkiston tashkilotlari hammasi buningga tirishish lozim. Her bir teşkilat özününki alayetliklerine qarab, yani insan alayetligi, maddi alayetligi ve yaşayotgan devletninki muhitiga qarab, özünün bir yollarını sizish lazım. Yani hozirgi paytda abay deyilgan qonun ve kelishimlarga bağlab turib yoki tayinib turib, ba'zi faoliyatlarni ashundan qarab ilib berish lazım. Misalga ba'zi qonunlarni xalqaro seviyede chiqqan ba'zi kelishimlar beyannamalarını muşu yerlik teşkilatlarının vasıtasıyla aşı yaşayotgan devlette bunu qanchalik bunu amalleştireleydi. Misalga eğer de bunu kılalgan takdirde G'arb devletlerde 20-30-40 devlette eğer de mayli bu hükümetninki beyanı bo'lsin, mayli bu parlamentonunki qarori bo'lsin. Bu yerden eğer de muşundaq o'xshash yoki aşı öz devletninki alayetligiga qarab chiqargan o'xshaydigan qonunlar bu bayonnomalar agarda chiqib qolsa, u vaqtida da'vo bu dunyoda ilib berishinde texmi o'ng'ayliq bo'ladi. Va chet elda bu qiynalib qolgan Uyg'urlar mayli bu multaji bo'lsin, mayli o'qish ishi deylik, misalga bir devletde yan bir devletga berib o'qish ishi degandek. Yani bu seyahat işler texmi osonlashadi. Yani bu mazlum bo'lgan bir millatga sahip chiqish jadda texmi bir ishonchlikni paydo qildi. Chunki bundaq dokladlar ashundaq bir ishonchni paydo qildi. Burundan tortib Xitoylar Uyg'urni ko'rgan Uyg'urni terrorist deb tashviq qilib kelgachga nurg'un davlatlar hozirgacha deb yuryapti. Bazı O'rta Osiyo devletler, bazı bu Müslüman devletler hozirgacha Uyg'urlar terrorist bo'lg'achqa Xitoyning qig'ini to'g'ri deyapti. Bu xil dokladlar hem xalqaro seviyedeki hem bu devletler seviyedeki bu dokladlar ko'paygan siri Uyg'urlarninki imajı tüzelgendek, obrazı tüzelgendek bunundan keyingi ishlarimi o'ngshiladi deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi ko'pchilikniki xabari bor, hurmatli To'lqin Aysa apandi hozir Chexiyada jiddiy ziyorat davomida bo'lyapti. Hozirmi birdan damlish sababidan bizningki suhbatimizga qatnashdi. Yig'in yana kechdi, yana davomlashar ekan. Chexiyadagi bu ziyoratingiz ham xizmatlar to'g'riliqmi ko'pchilikni bir qisqa bir tushuncha bergan bo'lsangiz, hurmatli To'lqin Aysa apandi, rahmat.
Buldu bu Çex'te burunki Çex şu komünizm çökep tuncu müstakillik jakalığa vaktimizde Václav Havel prezident bulup Çexni demokratik bir devlet kurup çıkar. Bu kişi Uygurlarını yaxşı bilirdi, Tibetlilerini yaxşı bilirdi. Yani dünyada demokratiyenin ismi bilen bütünleşken bir isim. Bu kişi 2011 yılının ahırda, 12. yılının başlarında vefat oldu. Bu kişi şu Çex Cumhuriyeti'ni kurup uzun ötmey Forum 2000 yani 2000 Munber 2000 de bir munber kurup bütün dünyadaki faaliyetçilerini, siyasetçilerini, mütehassislerini, her tabaka adamlarını yığıp muş dünyanın demokratiyasi, kişilik hukuk, muş meselelerini müzakere kıladigan bir sistem kurgan bu adam. Bu adam ölüp gitti ama onun royu, onun kaldığan fikirleri devam kıldı. Munber 2000 her yılı 9. 10. aylarda geçildi. Bu yığınga 2019'dan bu yan Dünya Kurultayı'nı teklif kivatıdı, ben katlaşıvatımen. Bu kadımkısı 26. kadımlık munber. Bu hem de ben Genver'deki yığını tüketip bir yer geldik. Tönegin keşte, tönegin başlandı bu. Bugün ete yani 2 gün devam kıldı. Bugün ait köp uçuruşlar oldu bir yerde. Çex'nin baş ministri kip sözüldü, Taşkı İşler ministri kip sözüldü, Çex parlamentinin reis kip sözüldü, Çex parlamentosu Taşkı İşler ve devlet müdafiə ministrinin başlıkları kip sözüldü. Şuna oxşaydigan yana başka devletlerinin yukarı derecelik emeldarları, Taşkı İşler ministrleri geldi. Nurgulluğun mütehassisler mu kip sözlep oxşamagan paralel şekildeki yığınlar bulatıdı bir yerde. Bir günden biz bu fırsattan paylanıp bu yığının 2. günüsünde bu Uygur hakkındaki BDT'nin doklad ilan kıldığı için bu yığında bu mesele en asaslı gün tertipte. Bütün her kaysı panellerde bu mesele asasen gün tertipte bob ötüldü. Bir yerde biz hem de bizim ayrı hem bu yığınlarda ayrı uçuruşlarını yapıp barvatımız. Bir Uygur hareketinin reisi Ürüşen Abbas, bizim burunki baş teptiş Abdükim İdris, Uygur Tədqiqat Merkezi'nin müdürü. Anandikin Uygur Kişilik Hukuk Projekti'den Julie Hanım ulamıba. Okşaş bulmagan temalarda biz sözlavatımız uçuruşlarını yapmadık. Bugünkü uçuruşlarımızda Çex parlamentosunun reisi Makita Pakraovica diye hadim bilen nayt uzun söhbetimiz oldu. Doklad hakkında sözleştik. Uygur sotununki kararını verdik. Hem de bunda bir avalda Çex komünizmning derdini tatkan bir devlet bulup süptülen bizning meselemizni yaxshi anlayışlan bizning 7. navbatli qurultayimizga o'tgan yil 11. ayda ev sayxanligi uchun rahmat etish bilan birga buning yetmaydiganligini texmi ko'p shaklda bu Sharqiy Yevropa davlatlarini harakatga o'tkazishda Chexning o'ynaydigan roli muhim hamdi. Mush masalalar haqida so'zdik nayti o'zi buning istaşlik qilganliklarini bildirdi ve parlament Uygur dostluk grubunu qurish programımızda o narsalarni so'zlashgan bo'ldik. Andan keyin mening yangi chiqqan kitobimning birini hadiya qildim o'ziga imzolab. Andan buyerda yana bizning 11. ay qurultayimiz deb so'zlagan parlament yuqori palatasi, kengash palatasi senatning Taşkı İşler ve Devlet Müdafiə Komisyonu reisi Pavel Fischer degan kishi bilan yana ayrim uchrashdik. Onun bir kitabını verdim. O kişi bilan o bizning qurultayga kelib echirishni so'zlagan. Sözleştik. Onun başka degandagidek bugün Amerikan elçisininki turalgısında bir resepsiyon buldu yerde bir ziyafet yerde Rob Brzezinski degan hozirgi Biden prezident Biden'ning baş maslahatchisiken o kişi bilan yaxshi bir söhbetimiz uchrashishlarimiz bo'ldi. Ondan keyin bugün bir yerde mening kitabimninki bir kutubxonada bir echilish taqdim qilish imzolash murosimi bo'ldi. Uni qatnashdik. Andan bir yerde Xitoydagi demokratiya meselelari haqida bir yig'in bo'ldi. Bunda Ruşen so'zladi. Birozdan keyin 9:30 yani yarım saatdan keyin Sharqiy Janubiy Osiyo ve Asiyoda demokratizleşme ve otokratsizleşme ve buningdan qutulish yo'llari haqida deydigan bir yig'in bo'ldi. Uning da men so'zlamoqchi boshqa dunyodan kelgan bir qancha mutaxassislar bilan. Demek bu yerki faaliyetlerimiz mi ciddi devam kıldı.
Onundan başqa nurg'un matbuotlar bilan uchrashdim. Bu nima doklad e'lon qilgandan keyin bugun nurg'un xalqaro matbuotlar bizni xili aldirash qilib qo'ydi. Demak, bu yerda programmalarni shu shaklda davom qiladi. Tafsiliy tushuntirishingizni ko'p rahmat, hurmatli To'lqin Isa apandi. Hamda suhbatimizning oxirida keng Uyg'ur jamoatchiligiga shu doklad to'g'riliq qo'shimcha deydiganlar bo'lsa olsak, qanday rahmat, hurmatli doktor Erkin Akram apandi. Evet, dokladnınki ekmiyetini mi dedik? Dokladda başta Şark Türkistan'da yaşanan zulümlerini hemmini ondan düşendirip materyal bile ve bu kamp şahitler bile ilip bağa interview ve tədqiqatlara qarab ondan keyin vaziyetke bir hülasa, yani insaniyetke karşı bir cinayet işlengen degan xulosaga bordi. Xulosaga qarab ondan keyin buningga chora tadbir ilish bo'limi bo'ldi. Bu 44-betdan keyingi ahvollar. Ve bu Şark Türkistan'daki zulümlerini to'xtatish, u yerda tutilgan Uyg'urlarni qo'yib o'tish ve Uyg'urlarni shu kamera bilan takip qilishni to'xtatish, başka devletler Uyg'urlarni Xitoyga bermaslik degandek nurg'un shunda talablarni o'tirib qo'ygan. Endi bu doklad chiqqandan keyin Şark Türkistan tashkilotlari o'zininki talablarini qo'yib, shu Birleşken Devletler Teşkilatı'na bisim işiltishninki bir imkanı paydo bo'ldi. Shuningga bu dokladninki bu ehmiyetli qismidan foydalanib, bu Şark Türkistan'daki zulümni iptaşlash uchun bir paydalı tarafı buluvadıdı. İkinciden, Xitoy bu Şark Türkistan'da yaşanan zulümni hiç bakmaganligini ve g'arbliklar, Amerika başçılığındaki g'arbliklar Xitoyga qarshi chiqish uchun Xitoyni qaralab, yo'q narsani baqilib ve dünyada en çok yağancılık vakasını yarattığı davatıdı. Hazır bu dokladda delil ispatlar bilan hamma nimani ko'rsatdi. Mana mushu narsalar bor. Ama Xitoy tarafı bu xil delil isbatni ko'rsatmayapti. Misolga deydi, bu lager 2019'da yıpıldı deydi. Dokladda yozibdi, bu haqda hiç ma'lumotimiz yo'q. Şark Türkistan bağan takdirde mi bundaq bir ma'lumotga aniq bir javobni olamadik deydi. Misolga. Yani misalga deydi, bu yerda musulmonlar naydi bayashat yashavadı, xotirjam yashavadı deydi. Camiga boralaydi, namozini qilalaydi deydi. Ve shundaqla Şark Türkistan'daki cami bütün dunyoga qarag'an chog'da en ko'p deydi. Yani songa chashgan vaqtida. Ama Xitoy Şark Türkistan'da shu 20 ming jamininki tizimligini hozirgacha e'lon qilmayapti. Eğer de shundaq bir tizimliging bo'lsa, u vaqtida onundaki gaplaring to'g'ri bo'ladi. Deydi, Uyg'urlarning nupusi azalmadi, majildi, mandaq bo'ldi deydi. Ama nupus mutaxassislarning shu Xitoy bergan chala, yağan ma'lumotlarga, son sifirlarga qarab o'tirg'i qo'ygan Şark Türkistan bo'libmi Uyg'urlarning nupusiningki azalganligini o'tirib qo'yadi. Ama Xitoy ilmiy taraflar bilan buni o'tirib qo'yamayapti. Demekçi boğunum, muşunda dokladlarının köpeyişi delil ispatlar bilan köstüp durup, Xitoyning aslında bir yağancı, bir hakimiyet boğanlığını bir yerdeki oturup çıkırdı. Kelgüsünde Xitoyningki obrazı bozulganda, kelgüsünde xalqarada bir işini beceriş içinde mi kıyınıp kalıdı. Çünkü xalqlar yağancı bir hakimiyet bilan iş qilib bo'lmaydi. Yağancı insanla buluşmuyor, yağancı devlet hem de xalqning ko'zida sat görünüyor. Doklad yalğızlar Uyg'urlarga davanınki qadami yo'llarda bir foydasi bo'lgandek Xitoyni rezil qildigan doklad aslında. Shuningga bundaq dokladlarni imkon bo'lsa chiqarishga tirishmoq lozim. Doklad degan bir qitim tugmaydi. Misolga, ma qitimki doklad baho deydi. Unda bo'lsa baholashninki xulosini
iniqlash uchun sizlar yana shu Xitoyga tekshiramiz deb berish lozim. Uni zo'rlab yiqish lozim. Tabii Xitoy belki unuydu, unmaydı ama unusuma xalqarada Xitoy unumusu hammasi rezil bo'ldi demdi. Bu yo'lni unutmaslik lozim. Ondan keyin Uyg'urlarga bu haqda ilmiy maqolani ko'p yozish lozim. Mayli jurnalda, mayli gazda, mayli sosyal medyada bo'lsin, ko'proq yozib, o delil ispat bilan ko'rsatib, hissiyotga tayinmay, yozib buni g'ulg'ul holiga ekilish va shundaqla kun tartibda buni davom qilish va uzun tutib turish. Misoliga, bugün tönüşten bugüngacha ben shu xabarlarni, analizlarni, obzorlarni hammani takip qilib keldim. Bugün en çoğun matbuat, en çoğun medya hammasi buni xabar qilib berdi. Yani bundan evvel birligimi bir doklad chiqqan, unda keng ko'lamda bo'lmaganda hamda medyada. Ondan evvelki bazı dokladlarımı bunchilik bo'lmadi. Yani bu dünyanın, mayli Amerika'nın, Germaniyanın ve İngilizce olsun, en çok dünyada tesir dairesi bo'lgan medyalarda hammasi de yazdı. Demek ki dünyamı buga qiziqyapti, dünyamı bu meselenin nima bo'lganligini bilishga tirishayapti. Dünyamı Xitoyning hakimiyet bo'lganligini tunishga tirishayapti degil bo'ldi. Shunga qo'limizdan kelgancha dolqin raislar qo'ldan kelganlarni yugurib hamma yerlarga berib bu davoni anglatish uchun shu platlar bilan o'zini yozgan kitoblari bilan bu tashkilotlarning yozgan dokladlar bilan ishlarni qoyil qilishga tirishayapti. Bu amaliy tarafi. Ama bu ishlar bilan ko'proq ziyonlar o'tirib chiqish lozim. Kun tartibga qanchalik uzun tutal degan doklad xil şekilde çıkışta yani devam kılıdı. Çıkan seri biz güçlenimiz, çıkan seri Xitoy acizlaydı. Kunning biriga kelgan chog'da Xitoy hakimiyetini bir taraf qilishga bir imkon yaratılib qoladi deb o'ylayman. Ko'p rahmat tushuntirishingizga. Endi Dolqun Isa apandidanmi oxirgi shu doklad to'g'riliq qo'shimcha so'zlarni olsak, rahmat. Doktor Erkin Ekrem Efendi asoschi deydigan munosabatlarni atrofga o'tirib qo'ydi. Menning qo'shimcha qilib qo'ydiganim degandagidek bizning dasturmagan qo'lida paketlar turib, ularni o'rtoqlashmagan va Xitoydan qo'rqib ma'lumotlarni o'tirg'a chiqarmayotgan nurg'un insonlarimiz bor. Andan keyin bu narsalarni bilish bayri boshqa bir doklad aldığa va yoki bir ilmiy bir şekilde dünyanın qaylı qildigan şekildeki ve hüccet şekliga ekilish bu ayrı başka. Bunun için bizim ziyalarımızı çıktırıp kuch tushidi, mecburiyet tushidi. Bularni qilish kerak. Avam xalqimiz bo'lsin bu faaliyetlerde aktif bu işte mutaxassisleşken hizmet qilayotgan teşkilatlarımızı qo'llash kerak. Maddi jihatdan qo'llash kerak, ma'naviy jihatdan qo'llash kerak, desteklerini berish kerak, paketlar bilan ta'minlash kerak. Şu orqali bizning qo'limiz texim kuchlanadi, texim jiqroq ishlarni, harakatlarni qila olamiz. Abiyatin deb o'tdim, oldimizda qildigan nurg'un ishlar bor. Ish oldimizda Birleşken Devlet Teşkilatı deganligimizdagidek maxsus yig'inlarni, qarorlarni qabul qilish, maxsus xodimlarni belgilash, Uyg'ur muhojirlar masalasini mudofaa qiladigan mexanizmlarni qurish, o'xshashgan narsalarni dedik. 9-oyning 12-si 51. qatimliq yig'in boshlandi dedik inson haqlari. Bu muhim bir doklad chiqqandan keyin bu muhim bir bosqich bo'ldi. Shuning biz ba'zi programmalarni qilyapmiz Dunyo qurultiyi. Mesela 19-yildan 21-yilgacha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldı çoğun bir muşu resim ko'rgazmasi qilamiz. Şinjan Sakçı arxivlaridagi resimlarni asas tema qilib dunyoga mana mush chiqqan dokladlarning amaliy nimalari mushu deb texnik xalqning ko'ziga davlatlarga u narsalarni namoyon qilish uchun ajnaq bir programmaning tayyorligini qilyapmiz. Buning yurtdoshlarimiz kelib qatnashsa bo'ladi.
qatnashib hech bo'lmasa ma'naviy tasalli berish kerak, qo'ldagi materiallarni akib qilish kerak, bu namoyishlarga, bu rasm nimalarga qatnashsin. Buni qilishimiz kerak. Andan keyin biz u yerda matbuot yig'ini qilmoqchi. Janvada shu inson haqlari nimiz jarayoni. Andan keyin BDTning ichida yana bir maxsus shu chiqqan rapor masalasi va majburiy emgakka oid ayrim bir yig'in, parallel yig'inlarni o'rinlashtirmoqchi. Shu narsalarning hammasiga yurtdoshlarimiz diqqat qilsin. Yordam qilsin, bo'lsa kelsin, qatnashsin, qo'lda nima kelsa qilish kerak. Bu yolg'iz bir qancha odam, bir qancha tashkilot qilib bo'la oladigan ishlar emas. Shuning qanchalik ko'p yurtdoshlarimiz safarbar bo'lsa, qanchalik tashkilotlarimiz qo'ldan keladigan shaklda bu ishda professional shaklda ish qilayotgan tashkilotlarimizni qo'llasa, dunyo qurultiyi qo'limizdan kelishicha Birlashgan Davlatlar yillardan buyon bu ishlarni qilyapti. Hatto Xitoydek bir milliardlab dollar berib BDTni monopollik qilayotganligidan biz ko'zimiz bilan shohid bo'lgan. Bu to'g'riliq nurg'un bizning ichinishli nimalarni bo'lgan. 2 kun oldin men BDTning ichidan bir kichik bir videoni aytgandim. Chunki butun dunyo qilgan xizmatlarga boshlarining apron o'qib, qish gullarni taqdim qilib, o'rni qo'yib chavak chaldi. Ko'nglimiz bak yerim bo'ldi. Dunyo qurtiman biz andan keyin Amnesty International, Human Rights Watch mush 3 tashkilot o'rnimizdan qo'pmay o'tirib, nihoyatda ko'nglimiz yerini oldi. Shu vaziyatlarni sayratgan tuqqarib, bu dunyoda bu adolat qolmaganmi degan, demak, men shu vaqtim degandim, biz bo'shashmaymiz, oldimizga qarab xizmatimizni qilamiz, cho'qim bu ishni bajaramiz degan. Shuningga ümitsizlik bo'lmaydi. Bir qatimliq nim bilan ro'yimiz tushib ketib to'xtab qolsak bo'lmaydi. Bu kurash ashna kurash. Xitoydek atom bombasi bo'lgan, milliardlab pullarni xarjlab dunyoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini setib olaman deyotgan bir shunchalik kuch sarf qilib bugun mag'lub bo'lganligini ko'ryapmiz. Haqiqatning, adolatning oldida. Bunda sharoitning birisi yurtdoshlarimiz umitsizlanmasligi kerak. Shuning ammo qo'ldan kelgan umitsizlanmay, bo'ladi ekan-ku deb yetib olsin bo'lmaydi. Qo'ldan kelgan her türlü yardımlarını qilish kerak. Yüz hareket qilsin, yüz hareket qilsin, yüz hareket qilmasa, hareket qilayotganlarni qo'llasin. Faqat qo'llashmi kelmasa, tillamay jim tursa bu qo'llash. Yumristik javobingizga ko'p rahmat. Hamda YouTube'dagi ko'ruvchilarimizdan naq maydonni ko'rayotgan bir savol tushibdi. Shunga biza vaqtlarni ortiq qilib qo'ydigan bo'ldik. Yani bu savolni doktor Erkin Ekrem Efendi'den sorsak, yani bu Xitoy hükümeti bu doklad sabablik Şarkı Türkistan'daki siyasetinde bir özgürlüş kılış mümkün mu deb hürmetli doktor Erkin Ekrem Efendi buna bir cevap bergen bolsunuz, rahmet. Hem de mening farazim hem de şu yaqinqi muddatda o'zgarmaydi deb o'ylayman. Çünkü Xitoy niyetini, yaman niyetini o'tirib qo'ydi. G'arazini bilib oldik, ya'ni Uyg'urlarni yo'qotish. Natijadagi alomati deb o'ylayman. Qisman bo'lsa cho'ngaytib, yo'g'otib ko'rsatgan bo'lsa, umuman alomati deb o'ylayman. Alomg'ashqa buni bir mezgil devam qiladi deb o'ylayman. Çünkü Xitoyninki engida, yani zihniyetinde en yaxshi Uygur, ülük Uygur. Şunu iş lazım hem de. İkincisi bu hazır Xi Jinping ve onun caydaki parti kurultayda yani reis bulman bu reis buluşu demek bununki siyaseti devam kıldığı mana çıkıdı hem de. Şununla yakınki vakitlarda tügmeydiğen okşaydı. Şununla Çeteldeki dava qanchalik kuchlansa, onundanki Hindistondagi o bisimlar azaydi. Axir bir yanıma hör haliga akilishga tirishimiz tabii. Ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli vaqtinglarni chiqarib programmamizga kelganinglar uchun. Vaqtinglarning nihoyatda jiddiy ekanligini bilamiz. Shunga bugungi programmamizni imshada oxirlashtiraylik. Xizmatinglarga texnik cho'ng futuqlarni tilaymiz. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga ko'pdan ko'p rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizdan qanolimizga a'zo bo'lishni va hamkorlikni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Allah